Hop, Bismillahirrohmanirrohim. Quraysh surasi 4 oyatdan iborat. Mana. Liilafi Quraysh. Li birinchi mana lamni tagida kasra kelyapti. Keyin hamza kelyapti, hamzaning tagida i kelyapti. Juda ko'pchilik shu yerda adashadi. Lila bo'lib ketadi. Liila ida alohida aytamiz. Hamzaning tagidagi ida o'qiymiz. Liila mo'ya mad. Li deb ozgina mo'ida cho'zamiz. Ya'ni mad cho'zayotganda mad harfi o'zini emas, o'zidan oldingi harakat cho'ziladi. Ila mana lamdan keyin kichkina alifcha. Liila og'zimizni katta ochib yuborsak o'zi mad tabiiy, ya'ni 1-2 deguncha cho'zadigan oddiy matimiz shunday chiqadi o'zi. Liila fi Quraysh liila fi Quraysh bo'lib ketmasin. Liila bitta gap, Quraysh bitta gap. Liila fi Quraysh. Mana Qurayshda mono yada izib cho'ziladi. Quraysh. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Ma إيلافهم e'tibor bersanglar movi alifdan keyin kichkina belgi kelyapti. Mana shu ya'ni belgisi. Muallim sonida keladi bu. Mana shu bu ham ye qatori o'qiladi. Ilafihim. Ladan keyin alif mat kelyapti. Mim sukunli kelyapti. To'liq beramiz. Rihlatash halsini yaxshilab beramiz. Rihlatash shayga urishtirib boramiz. O'rtada mana o'qilmaydigan aliflar bor. Shita idan mad muttasil kelyapti. 4-5 degina cho'zish shart. Vassoyif bu ham soyif bo'lib ketmasin. Vassoyif deb yodi ustidan izib chozamiz. Vassoyif 2-4-5 deguncha cho'zsa bo'laveradi. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا من اللام kelyapti. Lamni sukun beramiz. Ya'budu da vav mat kelyapti. رب hadan keyin mana kichkina matcha bor. Ozgina cho'zamiz. Hadal bayt o'zi mozzadan keyingi alif ham cho'ziladi aslida, lekin o'zidan keyinga urishtirilib ketgan joyda mat sharti yechiladi. Hada deb o'qisangiz zada o'zini cho'zasiz. Lekin o'zidan keyinga urishtirib ketsangiz hadal deb moga lamga urishtirib olasiz, cho'zmaysiz. Bayt الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي da mat kelyapti, mat munfasil kelyapti. 4-5 cho'zish ixtiyoriy, 2 cho'zish shart lekin. Allazi deb ko'proq cho'zsanglar ham bo'laveradi. At'amahum to'da qalqala kelyapti. At'amahum da mim mimni ichiga kirib ketyapti, g'unna bo'lyapti. G'unnasini ushlaymiz. 4-5 deguncha ushlab tursak ham bo'laveradi. At'amahum min ju'da jaga nunda chiqadigan joyga ixfo qilamiz. Ju'u beda idg'om kelyapti. Mana bu qing'ir yozilgan tanvinda vovni ichiga kirgizib olamiz. O'zi agar tekis yozilsa ju'in bo'lish kerak edi. Qing'ir yozilgani uchun o'zidan keyin vov kelgani uchun ju'u va amanahum mana bu hamzani ustiga a deb o'qiymiz. Undan keyin alifni cho'zamiz. Va amanahum min beda ham idg'om bo'lib mimga kirib ketyapti. Min xavf beda izhor bo'lyapti. Nunni aniq chiqaramiz, ushlab turmaymiz. Min xavf. Buni mimga e'tibor bermaysizlar. Bu o'zidan keyingi suraga ulab ketmoqchi bo'lsanglar ishlaydi. Masalan, xavfim
Bismillahirrohmanirrohim. Shunaqa qilib ulab ketmoqchi bo'lsanglar, shundayniki inqilob bo'lib ishlaydi. Sadaqallohul azim. Alloh manfaatli qilsin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, boshqalarga ulashishni va obuna bo'lishni unutmanglar.